Ko'pchilik unutgan o'sha mashhur zveravoy giyohini yog' haqida eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz, albatta endi ushbu videoyim orqali eshitib olishingiz mumkin do'stlarim. Yara va kuyishlarda juda ham kuchli hisoblanadi. Oshqozon ichak tizimida nihoyatda tengsiz. Oshqozon yarasi yazva, gastrit va kolitda shilla qavatni butunlay qoplaydi va yallig'lanishni oldini oladi do'stlarim. Ayniqsa siqilishga qarshi nihoyatda kuchli samara beradi. Bo'g'im va bel og'riqlarida, radikulit, osteoxondroz va revmatizmda og'riqni yumshatib, yallig'lanishni butkul qaytarishgacha qodir do'stlarim. Kosmetologiyadan yuzdagi husnbuzarlar va izlarni yo'qotishda, ajinlarni tekislashda nihoyatda bebaho hisoblanadi. Muhim bir eslatmani esdan chiqarmanglar do'stlarim. Hech qachon ushbu yog'ni surtib quyosh nuriga chiqmang yoki homiladorlik davrida ichishga harakat qilmang do'stlarim. Kuchli antidepressant yoki qonni suyultiruvchi dorilar bilan ham tavsiya etilmaydi. Mana haqiqiysi kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat quyidagi manzillarga yoki telefon raqamlariga bog'laning. O'zimiz bilan maslahatlashing.